Assalomu alaykum qadrdon do'stlar, siz YouTube'da taksi hayotini yoritib boruvchi kanaldasiz va videoni tomosha qilyapsiz. 27-yanvar soat 7:30 Toshkentdan gapiramiz. 4 daraja havo harorati. Ishni boshlashdan oldin kilometrni 0 ga tenglashtiramiz. Benzinda ham komfort, ham start tarifida vaziyatga qarab ikki tarifda ishlaymiz. Agregatimiz Yandex va qo'ldan kelgancha sizlarga ish jarayonini yoritib borishga harakat qilamiz. Sizdan like do'stlar, biz esa boshladik. Xo'sh, buyurtma bo'yicha 54-uy belgilangan. 54-uyni 4 hamda 5-sini orasida tochka qo'yilgan. Shu tochkaga joy topdim. Haqiqatan ham 4 bilan 5-ni orasida joy bor ekan. Keyin SMS yozdim. Доброе утро, жду вас между 4 и 5 подъезда. Hozir esa mijozni kutyapmiz. Ya'ni xabar yozishimdan maqsad mana mashinalar orasida turibman, meni qidirib qolmasligi uchun. Xo'sh, birinchi buyurtmamiz juda qisqa masofa, bolalar bog'chasiga olib borib qo'yishimiz kerak. 1,5 kilometr 5 daqiqa. Слева. Здесь пойдет? Пожалуйста. Хорошего дня, всего вам доброго. До свидания. Мама, ты вот это посмотри, Мама. Tak, birinchi buyurtma bajarildi, ikkinchisiga qarab yuramiz. Detsat chapda qolsa, demak biz bitta aylanib olishimiz kerak yoki orqa bilan yurishimiz kerak. Orqa bilan yursak yaxshiroq, menimcha. Ba'zida mana sizni aylantiradi-yu. Agar yo'l ochiq bo'lsa, mana ochiq yo'l bilan borish mumkin. Mana bu marshrut bilan. Hozir 3 minut ko'rsatgan bo'lsa, 1 minutga borish mumkin inshaalloh. Vaziyatga baho beramiz. Ko'pchilik biladi bu narsani. Mana men stop liniyadan o'tganman. Stop liniyadan o'tib, lekin menga navbat tegmadi qayrilib olishga. Bunday paytda men yurishim kerak emas. Sababi menda qizil va men chorrahaga kirmaganman. Chorrahani bo'shatib qo'yish meni majburiyatimda emas. Ya'ni boshqalarga xalaqit bermayman. Mana shunaqa paytda siljimagan ma'qul, joyida turgan kerak. Turish kerak aniqrog'i. Sababi agar yurib qolsangiz, kamera orqada bor va sizni o'sha jarimaga tortishi mumkin. Hozirgi oxirga keltirib qo'ygan buyurtmam haqida Yunusoboddan olib kelib qo'ydim. Shunaqangi yomon hid anqiyapti. Mijozdan, klientdan perigar, ya'ni kecha ichgan, bugun oshqozon, ichaklar dod deyapti-da, shunaqangi badbo'y hiddan. O'zi ochig'i Rossiyada shu dushanba kuni ertalab mijozni olib borishga shunaqangi ko'nglim aynirdi. Endi balkim bilmadim, men ichmaganim uchun bu narsani hazm qilmayotgandirman, balkim bu holatni qabul qila olmayotgandirman. Bilmadim. Umuman olganda ichish kerak emas yoki ichgan taqdirda ham o'sha me'yorida oshqozonni, organizmni bunchalik qiynagan darajada. Yana bilmadim, bu meni shaxsiy fikrim. Keyingi mijoz aniqtaga yetib keldik. Belgilaymiz. Biz yetib keldik. Sal koeffitsient tushganligi uchun startni o'chirib, faqat komfortni yoqib qo'ydim. Bu komfort tarifidan. B nuqtamiz sal-pal koeffitsiyenti bor joyda. Bilmadim, vaziyatga qarab startni ham yoqishimiz mumkin. Mana muhim 2-3 videodan beri qaysidir obunachimiz yozyaptilar. Magnit brend haqida ma'lumot bersangiz, Magnit brend yopishtirsak, uni zarari yo'qmi bizga deb. Bu haqida ham qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga, bilganimcha ma'lumot berishga harakat qilaman. Yengilgina artib olyapmiz. Havo bulutli. Menimcha quyosh allaqachon o'tgan. Bulutli ob-havo. Toshkentning qoq markazida A nuqtada turib mijozni kutyapmiz. Mana shunaqa Toshkentni ertalabki tonggi ko'rinishi. Birov ishga shoshgan,
birov o'qishga. Assalomu alaykum, здравствуйте. Soat 8:30. Bu ayni pik degani va mana shu paytda komfort tarifida qabul qildim buyurtma va xudo xohlasa buyurtmani bajaramiz inshaalloh. 4-buyurtmani bajardik. Moliya vazirligi xodimi ekanlar, menimcha. Mana shu joyga keltirib qo'ydik, ya'ni Toshkentning qoq markazidamiz. Startni ham qo'shdim, endi esa ikkita tarifda ko'ramiz. Lekin baribir sal yurishim kerak, chunki bu Toshkent markazi bo'lganligi uchun, ya'ni ishxonalar, aksariyat ishxonalar shu yerda joylashganligi uchun ko'pchilik bu yerdan ketmaydi, faqat hamma keladi bu yerga. Kechki paytda mana shu joydan borishadi to'rt tomonga. Endi nima qilamiz? Yunusobodga qarab yuramiz. Mana bu 22 minglik bonusni yo'q. Uzr, podelamni ishlatib qo'ymoqchi bo'ldim bilmasdan. Marshrut. Sekin yuraylik, xudo xolasa. Mana shu har kim har xil nomlaydi mana shuni. Men bonusni zona deyman, 22 minglik bonusni zona. Agar buni bilmaganlar uchun eslatib qo'yaman, agar poyezdga 18 ming bo'lsa, ya'ni safar 18 ming bo'lsa, ustiga 4 ming qo'shib beradi, ya'ni 22 mingdan 22 tысячи yozib qo'ygan. Ya'ni minimalka 22 ming. Mana shu zonaning ichidan har qanaqa buyurtma olsangiz, 28 ming, 29 ming bo'lib ketsa, bu uchun yaxshi. Qo'shib bermaydi sizga, ya'ni pul. Lekin 22 mingdan kamaysa, albatta sizga bonus sifatida qo'shib beradi pul. Shunaqa. Yuramiz Yunusobodga qarab. Ya'ni talab yuqori bo'lgan, taksi kutib turgan odamlar orasiga. Hozir ham zo'r bir qiziq holat yuz berdi. Ya'ni mijoz aytayapti, o'ng qo'ldan, o'ng tomondan yursak, o'zi meni ko'cham shu yerda joylashgan deb aytayapti. Lekin navigator bizga aylanib borishini ko'rsatyapti. Shunda nima uchun bunaqa ko'rsatyapti deb savol berdi. Yandex har doim vaqt bilan hisoblashadi, kilometr bilan emas, vaqt bilan. U necha daqiqaga borishni mana bunga qarab o'zi belgilaydi. Mana sariq, sezyapsizmi? Mana sariq bo'lganligi uchun 3 daqiqa ko'rsatdi aylanib borishni. Agar sariqqa kirsang 3 minutdan ko'p vaqt yo'qotasan degan ma'noda bizga faqat shu zelyoniy, ya'ni ochiq bo'lgan ko'chalarni ko'rsatadi. Shuni hisobiga aylantirishga harakat qiladi. Shuni tushuntirdim. Yandex har doim vaqt bilan hisoblashadi, kilometr bilan emas. U o'ylayapti, mana bunday aylanib borsang, sariq bilan borganga nisbatan tezroq borasan deb. Har 3, har 5 daqiqada mana bu avtomatik tarzda o'zini yangilaydi. O'sha 3 daqiqa oldin yoki 5 daqiqa oldin shu ko'chada mana shunaqa vaziyat bo'lgan. Ya'ni probka bo'lgan. Shuni hisobiga bizga aylanib borishni ko'rsatgan. Shunaqa do'stlar. Mana shu paytda brend bo'lsa, ya'ni nakleyka yopishtirilgan brend bo'lsa, mana bunga o'xshagan brend bo'lsa, nisbatan ustunlik bo'ladi va to'xtatmasdan buyurtma bilan bizni ta'minlaydi. Soat 9:48 kelib to'xtadim. Ya'ni poytaxt parking hududidaman. Mana yo'lning chapki tomonida mana belgilangan, oldimda yana bitta mashina kirishi mumkin. Mana bu esa to'lov tizimi. Mana shunga to'lov qilinishi kerak, lekin 5 daqiqagacha turish mumkin. Keyin undan so'ng yana yurish kerak. Bo'lmasa shtraf keladi. U bazaviy hisoblash miqdori qaysidir darajasi, hozir noto'g'ri ma'lumot berib qo'ymayman. Oxirgi buyurtma bilan sizlarni tanishtirmoqchi edim. Mana shu paytda berdi. Juda yomon do'stlar, oxirgi buyurtma hozir shaharning ichida. Xo'p. Mana komfortdan ahvoli qarang. Tarif komfort. Noto'g'ri 1 kilometr masofa. Bor yo'q 2,5 da, 2 daqiqa 21 soniyada bosib o'tdim. Mana. Оплата от пассажира, ya'ni mijozdan olganim 5,5 ming so'm. Karta bilan to'lov bo'ldi. 5,5 ming so'm. Mana to'g'ri ko'ryapsiz. Xo'sh, servisniki 1000 so'm.
parkniki 127. Bir foiz buniki. Parkniki 127 so'm. Eto 1137 so'm. 4367 so'm, 63 so'm. 4363 so'mga komfort tarifidan zakaz amalga oshirdik. 1 kilometr masofa mana shuncha bo'ladi. Bu eng minimali. Shunaqa yuramiz. Ya'ni koeffitsient bo'lmagan paytda olganman. Mijoz kutib qoldi. Sal hayallab qolganimizga yaxshi mijoz yozdi. Здравствуйте, вы в пути deb yozib qo'yibdi. Men yozdim здравствуйте, да, к вам еду. Ya'ni sizga qarab boryapman deb. Soat 10:10. Mana shu paytda men yaxshi umidlar bilan metan zapravka tomon yo'l olyapman. Xudo xohlasa ko'ramiz. Umid bilan boryapman. Agar ochilgan bo'lsa, lekin katta bayram. Ochilgan bo'lsa bormi? Bayram. Yaxshigina. Shunaqa. 27-yanvar 2026-yil soat 10:21. Toshkent markaz. Afsuski metan zapravkalar hozircha yopiq. Yangiliklarni kuzatib boring, obuna bo'lishni unutmang. Chivi kepti, choychaqa. Qani? 625 so'm. Rahmat. Gap miqdorida emas, muhimi e'tiborda. Sovg'ani katta-kichigi bo'lmaydi deyshadi-yu. Bu paytda yaxshi tomoni bu reytingimizga ta'sir qiladi va turi 95, o'shani turi 96 yoki 97 bo'lishiga harakat qiladi. Bu tabiiyki bizga ko'proq buyurtma berishga sabab bo'ladi, ta'siri bor. Aksiga olib, yo'qligi sababli. Nega qisqa masofa? Keyingisi juda qisqa. Mayli olamiz. Mayli. Uzoqroq masofa bo'lganda yana ham yaxshi bo'lardi. Hech qisi yo'q. Ana, rahmat. Yashavor. Yaxshi ham 1 kilometr yurgandan keyin atmen qilmadi-da. Shunisiga ham rahmat. Atmen qilsa ham rahmat. Shu vaqtida atmen qilsa, undan ham rahmat. Boriziga shukr. Zakaz kutyapmiz, buyurtma kutyapmiz. Koeffitsient bor joydamiz. Raqam damoy rejimida edim. Hozir komfortda edim, startni ham qo'shdim. Ikkalasini ham qo'shilgan. Ko'ramiz qani. Qanaqa zakaz berar ekan, uygacha nechta zakaz bilan yetib olar ekanmiz. Mijoz belgilagan A nuqtaga yetib keldik. B nuqtamiz qayerda? Necha 27 daqiqa 14 kilometrlik masofa ekan Toshkent No'xoq markazida. Va mijoz kelguniga qadar sizlarga bir ma'lumotni yetkazib qo'yishim kerak. Qaysidir kommentariyada hozir montajda agar topsak qo'yamiz. Mana bu Labovoydagi mana bu qora plyonka haqida so'ragan ekanlar, tonirovka haqida so'ragan ekanlar. Necha santimetr bo'lishi kerak? Mana shu tomonda shu nuqtagacha necha santimetr bo'lishi kerak deb. Men yo'l patrul xizmat xodimidan boya so'radim. Shu esimdan chiqarsan shu ma'lumot 14 santimetrdan oshmasligi kerak ekan. Bu yo'l patrul xizmat xodimining ma'lumoti. Mana shu 14 gacha bo'lishi kerak ekan. Qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot berishga harakat qilyapman. Agarda shunga o'xshagan yana savollar bo'lsa, imkoniyatim doirasida so'rab berishga harakat qilaman. Mijozni kutyapmiz. Mijozimiz hayallab qoldi. Qo'ng'iroq qilamiz. Alo, assalomu alaykum, здравствуйте. Salom. Qarang, sizni kutib turuvdim hali nuqtangizga, A nuqtada. A nuqtada kutib turuvdim sizni deyman. Yandexdan qo'yibsizmi? Xuddi shunday. Do'konni oldida-da, hali marketning oldida kutib turibman. Endi xudo xolasa bu chiqsin. Agar hozir atmen beradigan bo'lsa, hozir ko'rdinglar. Necha kilometr keldim? 3 kilometrmi shunaqa keldim. Mana shu odam bo'lsa kerak. O'rtog'iga chaqirib bergan, o'zini xabari yo'q. Mayli. Asabni buzmaymiz.
ichki xotirjamlik. Xo'p, 8-daqiqa. Bu paytda biz buyurtmani bekor qilsak, bizga hech qanaqa zarar bo'lmaydi. Shunchaki men mana shuncha payt kutganimga achinyapman. Shuning uchun yana qo'ng'iroq qilaman. Alo, uzr. Hali o'rtog'ingiz chiqdilar, 1 minutga chiqaman deb, shu bilan chiqib ketdilar. Hali 3 minut ham o'tyapti, 4 minut ham o'tyapti. Sizga pullik ajdani yozyapti-da, shunga xotirlanib telefon qilyapman sizga. Hali chiqadilarmi, ketmoqchilar o'zlari? Ha, chiqadi, chiqadi. So'rang, yozursin. Ha, xo'p. Xo'p, keyin muammo bo'lmasin deyman-da, ogohlantirib. Ya, yozadi, yozursin. Aha, bo'ldi. Xo'p, buyurtmani bajardim. Seul Moonga olib keldim mana. 40.502 so'm qo'limda qoldi. Mijozdan 50.500 oldik. Komissiya 8.331, ya'ni Yandexniki. Parkniki 1.162. Mana. Avtoto'lov, ya'ni soliq uchun 505 so'm. Itok mana shuncha qoldi. Mana. Start tarifdan ekan. 28:49 daqiqa. 14 kilometrlik masofa. Nalichda. Mana shu hozirgi ko'rgan, o'sha kutib turgan zakazim. Damoy rejimini yoqib qo'yganmiz. Undan keyin yana bitta zakaz oldim. Uni ham hozir aytib o'taman. Mana bu esa o'sha hozirgi 50 minglikdan keyingi buyurtma. Bu ham start tarifida. Повышение bilan oldim. 15.639 so'm qo'limizda. Mijozdan mana оплата passajeri 19.500 olganmiz. Yandex o'zini servisi uchun 3.217 so'm yechib olgan. Parkniki esa 449 so'm. Soliqqa esa 195 so'm. Umumiy 15.639 so'm qo'limizda qolgan. Start tarifida 7 kilometrlik masofani 13:41 daqiqada bosib o'tganmiz. Mana shunaqa. Bu start tarifida edi. Uygacha 7 kilometr 13 daqiqa ko'rsatyapti. Ikkilanib turibman. Hozir ikkalasi ham yoniq, ya'ni tariflarda ham start, ham komfort. Qaysi biridan bersa ham shu uygacha yetib olay degan maqsad bor. Shuhrat Karimov yozgan ekanlar. Mashinangiz ko'p benzin yeyapti. Xo'p. Shuni qayerdan bilyapsiz, Shuhrat Karimov? Kommentariyada iltimos to'liq ma'lumot bering. Men ham bahonada bilib olardim. Yunusobod sport majmuasi biroz kutay dedim. Shu joyga kelib, Zora buyurtma bersa. Mashalloh, mana bu boshqa gap. 1.6 kilometr orqaga yuramiz. Bahodir Abdullayev yozgan ekanlar. Komfort aralash startda ishlasangiz soatiga 50 ming topar ekansiz deb. Ma'lumot uchun rahmat. Taxminan shunaqa, to'g'ri. Satimov Erkin 768 yozgan ekanlar. Aka, assalomu alaykum. Qarang, agar brendni nakleyka emas, magnit brend yopishtirib Yandexda ishlasa bo'ladimi? Ya'ni fotokontrol payti brendni yopishtirib boshqa payti olib qo'ysa bo'ladimi? Va bu uchun davlatga soliq to'lash shartmi? Ya'ni brend uchun to'lanadigan 900 ming pulni. Javob uchun oldindan rahmat. Xo'p, hozirgi vaqtda ma'lumot beringlar. Nakleykani, ya'ni o'sha brend yopishtirilgani haqidagi fotokontrolni agar ofisga chaqirib, mana Toshkent bo'yicha 4 tami 5 ta hududda bor edi. Men 1-2 marta o'tkazganman. Agarda o'sha narsa hozir bo'lmasa, magnitni yopishtirganingiz yaxshi. Faqat o'sha tepadagi Yandex Go degan yozuv qoladi va avtoulovni o'sha gosnomer, ya'ni davlat raqami, faqat o'sha 3 ta raqam qoladi. O'shandan tashqari hamma narsa yopishtiriladi, fotokontrol o'tkaziladi, keyin uni olib tashaladi. Xuddi shunaqa qilinadi. Agar hozir shu kecha kunduzda o'sha ofisga chaqirib, aniq bitta odam, ofisdagi odam agar tekshirib fotokontrol o'tkazmasa, ishingiz 5. Ancha yaxshi bu narsa. Lekin o'tkazsa, bu narsani qila olmaysiz. Bu sizga biroz ziyoni ham, zarari ham yo'q.
naborot ancha qaytanga ancha pul tejagan bo'lasiz. Dilshod Uralov yozgan ekanlar, Yandexdagilar ilgari mardikorlik nonini yeb ko'rgan, hech narsa qilmaydi, 2 oy o'tadi ketadi deb yozgan ekanlar. Keyin men mana bu joyda men javob yozdim. Hurmat yuzasan, endi bu insonni men tanimayman, bilmayman. Keyin yozdim, nima deb o'ylaysiz? Yandexdagi hammani mardikorga chiqarish qanchalik to'g'ri? Bir xulosa qiling, javobingizni kutaman deb yozganman. Bir kun o'tdi. Dilshod Uralov hozircha javob yozmadilar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Yandexdagilar bundan oldin mardikorlik nonini yeb ko'rganmisizlar? Fikrlaringizni kutib qolamiz. Nimadir yozishdan oldin biroz o'ylansa yaxshi bo'lardi. Aka, vodiydan salom. Qanaqa mashinalarda Yandex qilsa bo'ladi deb yozgan ekanlar. Men javob yozganman. pro.yandex.com mana shu sayt Yandexning rasmiy sayti hisoblanadi. Rasmiy saytga kirib, hududni belgilaysiz. Misol uchun Toshkent, Andijon, siz ishlayotgan hududni belgilaysiz. O'sha hudud bo'yicha hamma ma'lumotlarni chiqarib beradi. Tariflar, narxlar, avtoulovlar, qaysi avtoulovni qaysi tarifda ishlashi haqida batafsil hamma ma'lumotlar berilgan. pro.yandex.com hamma ma'lumotlar o'sha yerda. Va eng zo'r kommentlardan yana biri, xo'sh, mana Timur ismli inson yozgan ekanlar. Xafa bo'lma, sen dalban ekansan. Sanga o'xshaganlar Cobalt pastga uradi. Ey dalban, nega start yoqasan? Benzinda yuribsan, qarochi. Xo'p, qarang. Endi hozir to'g'ridan to'g'ri meni bu odam haqorat qilyapti. Timur deganlar ekan. Men hozir kiraylikchi. O'zbekiston bayrog'i. Mana shu inson ekan. Lekin bu insonni ko'rinishi mendan yoshlari katta ko'rinadi-da bu insonni. Xo'p, to'g'ridan to'g'ri hozir meni haqorat qilyapti bu odam. Xo'sh, aql bilan ish yuritish kerak-da hozir. Xo'p, birinchidan Timur aka, siz mendan yoshingiz ancha katta ekan. Tanimagan, bilmagan odamingizni hozir to'g'ridan to'g'ri 6000 ta obunachisi bor videoda, o'sha kanalda, videoda haqorat qilishingiz qanchalik to'g'ri? Bir o'zingizga bitta savol beringchi. Hozir nima deyman bu odamga? Hozir bu odamga o'xshab men haqorat qilsam, bu odamdan farqim qolmaydi-da mana. Gavhar tosh bilan urushmaydi-da. O'ylanib turibman hozir. Xo'sh, endi bu odamning maqsadi, endi aytmoqchi bo'lgani o'sha avtoulovni qadrlash haqida gap boryapti-da bu yerda. Shunaqa demoqchi bu odam, men to'g'ri tushungan bo'lsam. Keling, mana shu ishingizni hozir to'g'ridan to'g'ri meni hozir so'kyapsiz, haqorat qilyapsiz. Mana shu ishingizni qonuniy ko'rib chiqsak, 6000 ta obunachim bor mana, 6000 dan oshdi. Hozir ko'ramiz qonun nima der ekan bu xatti-harakatingizga. Xabar.uz sayti yozmoqda, ijtimoiy tarmoqlarda birovni haqorat qilganlar jazolanadimi degan mavzuda mana maqola chop etilgan. Internetda hamma xohlagan ishni qilishi mumkin, haqorat qilganlar jazolanmay qoladi degani emas. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasiga ko'ra, haqorat qilish, ya'ni shaxsni sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish eng kam ish haqining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Shunday qilib, internet tarmog'ida tuhmat yoki haqoratga duch kelgan shaxs yashash joyidagi organlarga yoki to'g'ridan to'g'ri sudga murojaat qilib, pozitsiyasini asoslash uchun zarur dalillarni taqdim etib, o'z huquqlarini himoya qilishi mumkin. Xo'sh, menda skrinshot ham bor, hammasi bor. Shu bitta mashinani qadriga yetish haqida kimnidir haqorat qilib yozish bu qanchalik to'g'ri? Agar mana shu Timur aka menga uka mashinani qadrlamayapsiz,
iloji boricha komfort tarifida yursangiz mashina qadrlangan bo'larmidi? Mani shaxsiy fikrim, yana bilmadim, tag'in bitta o'ylab ko'ring deb yozganlarda balkim yozganlarda men aytardim, brat, men start tarifini faqat o'sha повышение, ya'ni talab yuqori bo'lgan joylarga borish uchun, shunchaki pusto emas, nimadir klient bilan borib yaxshi zakaz olish uchun yoqaman xolos. Yoki ko'p uzoq vaqt kutib qolsam komfortda, keyin startni qo'shaman. Lekin mashinani qadrlashim haqida aytgan gaplaringiz to'g'ri gap aytyapsiz degan gapni aytgan bo'lardim. U narsani men ham bilaman, men ham tushunaman. 11,000 dollarga olganman men bu mashinani. 1 yildan oshiqroq Rossiyada o'zim bilaman qanaqa nimalar boshimdan o'tganini. Shunchaki bu odamning maqsadi mashinani qadrini bilintirib qo'yish menga. Lekin pozitsiyasi, ya'ni xatti harakati noto'g'ri. Shu mashinani qadrini bilintirish uchun meni 6000 obunachi bor kanalni adminini, umuman yuritadigan odamni so'kish yoki haqorat qilish kerak emas edi. Tabloda 91.2, ya'ni keling 90 kilometr masofa yo'l yuribmiz. Do'stlar, smenani sarhisob qiladigan bo'lsak, 10 ta buyurtma amalga oshirganmiz. Gryazda, ya'ni xarajatlari ichida 223,765 so'm bo'lgan. 5 soat davomida liniyada bo'lganmiz. Probegni hozir aytdim. Mana shunaqa ko'rinish. Endi buncha probeg hisoblansa, men hozir 100 kilometrga necha litr sarfini bilishim uchun men kamida demak polni bak, ya'ni bakni to'liq to'ldirishim kerak. Undan keyin bilib olish mumkin nazarimda. Yoki maslahat beringlar, qanaqa bilib olishim mumkin. Shunaqa vaziyatda. Nazarimda sizlarga xolis video taqdim eta oldim. Agarda kanalda birinchi bo'lsangiz, videolarni birinchi marotaba tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.